Hozirgi kunda sun'iy intellekt juda tez rivojlanib borayotgani albatta hech kimga sir emas. U deyarli hamma sohalarga kirib bo'lgan va albatta trading sohasi ham bundan mustasno emas. Endilikda sizga trading uchun katta tajriba, murakkab strategiya yoki katta depozit ham kerak bo'lmaydi. Bu videoda men kichik depozitni sun'iy intellektga asoslangan bot yordamida ko'paytirib ko'rishga harakat qilaman. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling va natija nima bo'lganligini albatta bilib olasiz. Xo'p, savdoni boshlaymiz. Balansimizda 250 ming so'm bor. 250 mingdan Xo'p, 250 mingni hammasi bilan savdo qilamiz. Xo'p, botga o'tamiz. O'zimizga kerak bo'lgan valyuta juftligidan signal tanlaymiz. Bizga keragi NSD, USD kerak. Xo'p, sotib olishga 1 daqiqalik signal berdi. 1 daqiqaga to'g'rilab сделка ochdim. Ko'rishingiz mumkin o'zingiz ham mana 1 daqiqalik signal bergan sotib olishga. Xo'p, kuzatib turamiz. Aytgancha aziz do'stlar, Telegram kanalimizda ko'plar so'rashayotgan edi. Shtobi ular so'rayapti bizdan, to'g'riroq mendan so'rayapti. Pocket Option litsenziyalanganmi-da? 100% Pocket Option litsenziyalangan. Dunyo bo'ylab 2 milliondan ziyod odam foydalanadi bunda. Bemalol siz ham ishlatishingiz mumkin. Albatta, Mirovoy reytingda 100% litsenziyalangan platforma bu. Men sizlarga har doim amalda ko'rsatib kelyapman hamma narsani va o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu videoda ham amalda ko'rsataman trading jarayonini, hammasini noldan. Botni qanday ishlatishini ham o'zim noldan o'rgataman. Xo'p, bizni bu yerda kamroq vaqtimiz qolibdi va mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Birinchi ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, botdan signal olamiz yangi. Sotib olishga signal berdi, yana 1 daqiqalik sotib olishga signal berdi bot. Birinchi ochgan сделкamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, kuzatib turamiz. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Pocket Option 100% litsenziyalangan platforma. Milliondan oshiq odamlar ishlatadi buni dunyo bo'ylab. Bemalol siz ham qo'rqmasdan ishlatishingiz mumkin. Hammasi litsenziyalangan, hammasi joyida bu platforma bo'yicha. Bemalol ishlatishingiz mumkin o'zingiz ham. Telegram kanalida botni ishlatishni 100% o'rgataman o'zim. Bu nimadan keyin nima qilish, hammasini o'zim o'rgataman. Xo'p, bizni 20 soniya vaqtimiz qoldi bu yerda, kuzatib turamiz. Xo'p, deyarli 10 soniya qoldi vaqtimiz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, botdan signal olamiz. Sotishga signal berdi. 1 daqiqalik сделка ochdim sotishga. Ko'rishingiz mumkin. Bu ochgan ikkita сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, kuzatib turamiz. Men bir qiziq voqea aytib bermoqchiman sizlarga. Xullas, men 18 yoshimda Toshkentda restoranlarda povar bo'lib ishlaganman, oshpazlik sohasida ishlaganman. O'shanda qilgan hozir shu sirliklarimni aytib beraman sizlarga. Video davomida o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ishdan chalg'imagan holda. Xo'p, bizni 10 soniya vaqtimiz qoldi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, botdan signal olamiz. Yana sotishga signal berdi botimiz. 1 daqiqalik сделка ochdim. Xo'p. Aytganimdek, voqeani davom ettiraman. Aytganimdek, Toshkentda restoranlarda ishlardim, povar bo'lib. U yerda endi hamma restoranning o'zining qonun-qoidasi har xil bo'ladi. U yerda misol uchun staff va misol uchun ishchilarga ovqat qiladigan povar yo'q edi-da. Misol uchun 20 ta povardan hamma almashib, misol uchun kuniga almashib staff ovqat pishirar edi. Men nima yosh bo'lganman-ku, men bahona qilardim-da har safar. Endi u yerda misol uchun restoranda 70 kishiga kamida, maksimum 100 kishiga ovqat qilish kerak. Men unaqa kishiga ovqat qilishga erinardim-da, har doim aytardim. Ovqat qilish bilmayman deb qochib yurardim-da.
ular aytar, qachongacha bilmayman deb aytasan derdi. Men har doim bilmadim, o'rganaman derdim. Patom qochib ketardim, men xullas qilmayman dedim. Bahona qilib qochardim. Xo'p, bu yerda bizni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi ochgan bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Ikkinchisi debman. Bu ochgan сделкamiz 4-inchisi edi aslida. Va bu ham plyusga ishladi. Xo'p, botimiz yana signal berdi sotib olishga. 1 daqiqalik сделка ochdim sotib olishga. Xo'p, xullas hamma almashib ovqat qilardi. Men ovqat qilmasdim-da. Xullas bilasiz, bolalikdan hammamiz bilinchiklarni yaxshi ko'rganmiz, misol uchun quymoq hammaga yoqardi. Xullas quymoq qiladigan opalar yoniga borardim. Nima, xuddi ularga bolachasi deyman. Hammasi meni oyim tengi, dadam tengi, 80-yil, 85-yil opalar akalar ishlardi. Patom men boraverardim yoniga, bunaqa qilardim. Quymoqni bunaqa barmog'im uchi bilan ko'rsatardim-da. Qachuv deyaverardim men bor-ku. Ular keyin quymoq berishardi menga. Mazza qilib men tiqardim ularni. Xo'p, bizning deyarli 10 soniya vaqtimiz qolibdi bu yerda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xo'p, bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. 250 ming balansdan 1.300 mingga chiqardim. Xo'p, bot yana sotib olishga signal berdi. 2 daqiqaga to'g'rilab сделка ochdim. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. 5 ta ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi va bunisi 6-inchisi. Xo'p, kuzatib turamiz. Xudo, men bora olardim, o'sha bilinchi qiladigan opa yoniga bora olardim deb. Har safar borganimda har xil o'zimcha men boya nima dedi, shart qo'yardim tepa. Ko'rsatardim-ku, bilinchi qachuv deyaverardim-da. Jahli chiqib turgan bo'lsa, bor ketdi, urishaverardi. Jahli chiqmagan bo'lsa, qanaqasi tensan derdim. Men o'zimcha shart qo'yardim. Har doim har xil. Bir safar fruktli, bir safar tvorogli, yana bir safar har xilda go'shtli, har xildan yeverardim-da men. Shu bolalarni o'tdi bolachalarga o'xshab. Qachuv, bilinchi qachuv deyardim-da. Xullas bilinchi qilayotgan vaqtda ham shu zagodovka qilib qo'yadi-ku restoranlar. Bilinchi qilayotgan vaqtda ham qanaqadir ozroq kuyib qolsa yoki nimadir bo'lsa borardim-da, o'shani olib ketib qolardim, yerdim. Juda ham zo'r bo'lardi. O'sha ves restoran bo'yicha eng kichkinasi men bo'lganim uchun hamma menga xuddi bolachaga qaragandek qarardi. Endi to'g'ri 18 yosh voyaga yetganman, lekin ularning ko'zida bolacha bo'lardim-da men. Hech kim urishmasdi meni. Men o'sha vaqtlarda mazza qilib ishlardim o'sha vaqtlari ham. O'zim qiziqqan soha, o'zimga kerak narsalarni o'sha sohalardan, o'sha restoranlarda mazza qilib o'rganib olganman. Hayotimda mazza qilib ishlataman har doim men. Xo'p, bizni bu yerda yarim daqiqa vaqtimiz qolibdi. O'sha restoranlarda ishlaganlarim, misol uchun, har doim menga qo'l keladi. Ulfatlar bilan dachaga chiqqanda, toqqa chiqqanda, endi meni qiynashadi-da, to'g'risi. Poversan, bor ovqat qil. Bu endi men o'z to'g'ri endi, lekin qadrdonlarga ovqat qilib berishdan bir tarafdan plyus, juda ham mazza qilib o'zimga ham xullas qiziqarli ish bu. Xo'p, bizni deyarli 10 soniya vaqtimiz qolibdi bu yerda. Xo'p, 5, 4, 3, 2, 1 va mana ko'rishingiz mumkin, 6-ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Balansni 250 mingdan 1.550 mingga ko'tarib oldim. O'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu esa botdan olgan signallarim. Ko'rib turganingizdek, bot haqiqatan ham ishlayapti va yaxshi foyda keltiryapti. Albatta men sizlarga bu botni tekinga beraman, lekin evaziga qilgan daromadingizdan atiga 20% ni menga berishingiz kerak bo'ladi. Barcha ma'lumotlar video ostida qoldirilgan bo'ladi. Albatta hammaga omad, ko'rishguncha xayr.